Qirg'iziston O'rta Osiyodagi davlat. Mamlakat janubi-sharqda Xitoy, shimolda Qozog'iston, g'arbda O'zbekiston va janubda Tojikiston bilan chegaradosh. Hududi 199.951 kvadrat kilometr. Kattaligi bo'yicha dunyoda 85-chi, MDHda 7-chi o'rinda turadi. Qirg'izistonda dengizga chiqish yo'li yo'q. Hududining 4dan 3 qismini tog'lar egallagan. Mamlakat hududi 2 tog' tizmasi atrofida joylashgan. Shimoli-sharqda Tianshan, janubi-g'arbda Pomir Oloy, poytaxti Bishkek shahri. Eng ko'p aholiga ega shahar. Unda 1,53,900 kishi yashaydi. Aholi soni bo'yicha O'sh shahri 2-o'rinda turadi. Qirg'iziston dunyoviy unitar davlatdir. Davlat tili qirg'iz tili, rasmiy til rus tili. Aholi eng zich joylashgan viloyatlar O'sh va Chuy viloyatlaridir. Qirg'izistonning doimiy aholisi 6,389,500 kishi. Aholining katta qismi 3,4 million kishi yoki mamlakat aholisining 53%. Respublika janubida O'sh, Jalolobod, Botken viloyatlari va O'sh shahrida yashaydi. Bu viloyatlar Farg'ona vodiysining Qirg'iziston hududidagi qismida joylashgan. Shuningdek, Chuy viloyati va Bishkek shahrida 1,9 million kishi yoki mamlakat aholisining 31% istiqomat qiladi. Aholining asosiy qismi qirg'izlardir. Ularning soni 4,587,430 kishi. Ular butun mamlakat bo'ylab tarqalgan va asosan qishloqlarda yashaydi. Ikkinchi o'rinda 918,262 kishiga ega o'zbeklar. Ular O'zbekiston bilan chegaradosh janubi-g'arbiy hududda yashaydi. Uchinchi o'rinda 352,960 kishilik ruslar. Ular asosan shaharlar va respublika shimolidagi qishloqlarda yashaydi. Boshqa millatlarning soni 100 mingdan oshmaydi. Bishkek Qirg'iziston poytaxti, respublika ahamiyatiga ega. Chuy viloyati markazi. 1825-yilda Qo'qon xoni Madalixonning buyrug'iga asosan qal'asi qurilgan. Unda Chuy vodiysidagi yirik garnizon joylashgan. Qal'a ko'chmanchilarning qishlik makonlaridan yozlik makonlariga olib boruvchi yo'lning o'rtasida, Issiqko'l va Yettisuv yo'lining bo'yida joylashgan. 1860-yil 4-sentyabrda qal'a rus bosqinchilari tomonidan ishg'ol qilingan. 1926-yilda Sovet qo'mondoni Mixail Frunze sharafiga Frunze deb atala boshlangan. 1936-yildan Frunze Qirg'iz Sovet Sotsialistik Respublikasining poytaxti etib belgilangan. 1991-yil 5-fevralda shahar nomi Bishkek nomiga o'zgartirilgan. Bugun Bishkek bu ko'plab kafe va restoranlarga ega. Ko'chalarida ko'plab Yevropa va Yapon avtolari, mikroavtobuslari yuradigan zamonaviy shahar. Shu bilan birga Bishkek o'zining ilgarigi ko'rinishi va bog'larini saqlab qolgan. Bishkek mamlakatning moliyaviy markazi. Unda barcha markaziy banklar joylashgan. Sovet davrida shaharda ko'plab sanoat korxonalari bor edi. Ammo 1991-yildan boshlab ularning ko'pchiligi yopildi yoki hozirda kichikroq hajmda ish yuritadi. Hozirgi kunda Bishkekdagi eng gavjum joylardan biri Dordoy bozori. Unda MDH davlatlariga eksport qilinuvchi Xitoy mahsulotlari sotiladi. O'sh Qirg'iziston Respublikasiga bo'ysunuvchi shahar. O'sh viloyati ma'muriy markazi. O'sh aholi soni bo'yicha Bishkekdan keyin 2-o'rinda turadi. Janubning yirik shahri, rasman janubiy poytaxt nomiga ega. 2018-yil 18-dekabrda O'sh shahri 2019-yil Turk dunyosining madaniy poytaxti deb e'lon qilindi. Shahar aholisi 270,400 kishi. O'sh O'rta Osiyoning din eng rivojlangan markazlaridan biri. Shahar markazida qadimiy masjidlar joylashgan. Sulaymon tog'i ham mavjud. O'sh Qirg'izistonning eng qadimiy shaharlaridan biri. Hozir rasman shahar tarixi 3000 yil atrofida deb hisoblanadi. Shuningdek, shahar Bishkekdan keyin yirik ta'lim markazidir. O'shda eng yirik oliy o'quv yurti O'shdu joylashgan. Unda 15 mingdan ziyod talaba o'qiydi. Qirg'iziston aholisining ko'pchiligi islom dinining sunniy hanafiy mazhabiga e'tiqod qiladi. Nasroniylar ham bor. Pravoslav, katolik va turli protestantlik oqimlari. Qirg'iziston dunyoviy davlat. Qirg'izistonning kuchli jihatlari.
avtonom qishloq xo'jaligi, 2000-yildan yerlarning xususiyligi, oltin va simob eksporti, gidroenergetik potensial, Norin kaskadi, Toshko'mir GESi, Shamollisoy GESi, Uchqo'rg'on GESi, Qambar ota 1 va 2 GESi, uran mavjudligi va respublikada uranni boyitish imkoni mavjudligi, katta miqdordagi surma, kamyob metallarning mavjudligi, turizmni rivojlantirish uchun tabiiy zonalarning mavjudligi, Issiqko'l, O'likko'l, Yetti O'g'uz darasi va boshqalar. Qirg'izistonning zaif tomonlari. Sanoatning zaif rivoji va o'z texnologik bazasining yo'qligi, transport yo'llarining yomonligi, korrupsiya darajasi va bundan tashqari ko'plab omillar. 1990-96-yillarda mamlakat iqtisodi 2 baravarga qisqardi. Bunga sabab SSSRning qulashi edi. 2000-yillar boshidan esa ahvol mo'tadillashdi va iqtisodiy o'sish boshlandi. 2019-yil holatiga ko'ra, Qirg'izistonning tashqi qarzi 3 milliard 827,5 million dollarni tashkil etadi. Ichki qarz esa 656 million dollardan ortiq. Yalpi ichki mahsulot hajmi aholi jon boshiga xarid qobiliyatini hisobga olgan holda 3979 dollarni tashkil qiladi. 2018-yil hisoblariga ko'ra, ishlab chiqaruvchi sanoat Qirg'iziston yalpi ichki mahsulot hajmining bor yo'g'i 15,2% tashkil etadi. Sanoat ishlab chiqarishining taxminan 40%ni oltin qazib chiqarish egallaydi. Respublikadagi kam sonli faol rivojlanayotgan yo'nalishlardan biri. 2018-yilda Qirg'iziston 20 tonnadan ortiq oltin qazib chiqardi. 2008-yilda bu borada MDHda Rossiya va O'zbekistondan keyin 3-o'rinni egalladi. 48% ishchilar qishloq xo'jaligi va chorvachilik bilan shug'ullanadi. Respublika iqtisodiga kelib tushuvchi sezilarli pul oqimi mehnat migrantlari va xorijiy davlatlar fuqaroligini olgan qirg'izlar tomonidan yuboriladigan valyuta hisoblanadi. Turli baholarga qaraganda bu miqdor yiliga 800 million dollargacha yetadi. Mamlakat mineral xom ashyo bazasini foydali, rangli va kamyob metallar konlari, ruda bo'lmagan xom ashyo, yoqilg'i energetika resurslari tashkil qiladi. Qirg'iziston ko'plab tabiiy mineral xom ashyolarga ega. Uning hududida bir necha ming turli xildagi ruda va ruda bo'lmagan foydali qazilmalar konlari topilgan. Ularning asosiylari oltin, simob, surma, kamyob yer, alova, wolfram, ko'mir, ruda bo'lmagan xomashyo. Qirg'iziston dunyoning 155 mamlakati bilan diplomatik aloqa o'rnatgan. Davlatning muhim hamkorlari Rossiya, Qozog'iston va Xitoydir. Shuningdek, Turkiya ham. Turklar 1999-2012-yillarda Bishkekka 12,5 million dollarlik harbiy yordam ko'rsatib, 2012-yilda 50 million dollarlik qarzidan voz kechgan. Rossiya qirg'izlarning muhim iqtisodiy va siyosiy hamkoridir. 2000-yillar boshigacha Xitoy bilan aloqalar ancha sust edi, ammo chegaralarning ochilishi va o'zaro aloqalarning mustahkamlanishi sabab Xitoy O'rta Osiyo va Qirg'izistonga juda faol tarzda kirib keldi. Qozog'iston bilan aloqalar ham juda iliq. 2015-yilda o'rtadagi bojxonalarning ochilishi bilan tovar almashinuvi keskin ortdi. Issiqko'l Qirg'izistondagi eng katta ko'l. Oqimsiz, dunyodagi eng katta ko'llar 30taligiga kiradi va chuqurligi bo'yicha 7-o'rinda. Respublikaning shimoli-sharqiy qismida joylashgan. Dengiz va tog'li iqlimning keskin uyg'unligi bu yerga ko'plab sayyohlarni jalb qiladi. Butun sohil bo'ylab ko'plab pansionat va dam olish uylari joylashgan. Issiqko'l Qirg'iziston turizmining asosiy foyda keltiruvchi manbasi hisoblanadi. Bundan tashqari, ko'l bo'ylarida hali o'zlashtirilmagan joylar ko'p va ularda sekin-asta yangi qulay dam olish joylari paydo bo'lmoqda. Issiqko'lda dam oluvchi sayyohlarning asosiy oqimini mahalliy Qozog'iston va Rossiya aholisi tashkil qiladi.